O'zgidromet 4-mart chorshanba kuni qanday ob-havo kutilayotgani haqida ma'lumot berdi. Unga ko'ra, Toshkent shahrida havo o'zgaruvchan bo'ladi. Vaqti bilan yomg'ir yog'adi. Shamol g'arbdan 3-8 metr/sekund tezlikda esadi. Harorat kechasi 6-8 daraja iliq, kunduzi 8-10 daraja iliq bo'ladi. Qoraqalpog'iston Respublikasi Xorazm viloyatida havo o'zgaruvchan bo'ladi. Kechasi va ertalab ba'zi joylarda yog'ingarchilik bo'ladi. Ba'zi joylarga tuman tushishi mumkin. Shamol g'arbdan 7-12 metr/sekund tezlikda esadi. Harorat kechasi 3 daraja sovuq, -2 daraja iliq, kunduzi 7-12 daraja iliq. Ustyurtda kechasi 3-8 daraja sovuq, kunduzi 2-7 daraja iliq bo'ladi. Buxoro va Navoiy viloyatlarida havo o'zgaruvchan bo'ladi. Ba'zi joylarda yomg'ir yog'adi. Ba'zi joylarga tuman tushishi mumkin. Shamol g'arbdan 7-12 metr/sekund tezlikda esadi. Harorat kechasi 2-7 daraja iliq, kunduzi 7-12 daraja iliq bo'ladi. Toshkent, Sirdaryo, Jizzax, Samarqand viloyatlarida havo o'zgaruvchan bo'ladi. Ba'zi joylarda yomg'ir yog'adi. Ba'zi joylarga tuman tushishi mumkin. Shamol g'arbdan 7-12 metr/sekund tezlikda esadi. Harorat kechasi 5-10 daraja iliq, kunduzi 7-12 daraja iliq bo'ladi. Qashqadaryo va Surxondaryo viloyatlarida havo o'zgaruvchan bo'ladi. Ba'zi joylarda yomg'ir yog'adi. Ba'zi joylarga tuman tushishi mumkin. Shamol g'arbdan 7-12 metr/sekund tezlikda esadi. Harorat kechasi 5-10 daraja iliq, kunduzi 10-15 daraja iliq bo'ladi. Andijon, Namangan va Farg'ona viloyatlarida havo o'zgaruvchan bo'ladi. Ba'zi joylarda yomg'ir yog'adi. Ba'zi joylarga tuman tushishi mumkin. Shamol g'arbdan 5-10 metr/sekund tezlikda esadi. Harorat kechasi 3-8 daraja iliq, kunduzi 10-15 daraja iliq bo'ladi. Respublikaning tog'oldi va tog'li hududlarida havo o'zgaruvchan bo'ladi. Vaqti bilan yog'ingarchilik, yomg'ir, qor ayrim joylarda kuchli bo'ladi. Tog'li hududlarda qor ko'chish xavfi bor. Sel, suv toshqin hodisalari yuzaga kelishi mumkin. Ba'zi joylarga tuman tushishi mumkin. Shamol g'arbdan 7-12 metr/sekund tezlikda esadi. Harorat kechasi 3 daraja sovuq, -2 daraja iliq, kunduzi 3-8 daraja iliq bo'ladi.